174-savol. Men o'zimni musulmon deb hisoblayman. Iymonim zaifligidanmi, balki shayton fitnasimi, turli sabablar bilan namoz o'qiydigan payt bo'lganida ibodatni ado eta olmay qolaman. Iymonimni mustahkamlash uchun qanday maslahat berasiz? Javob. Bismillahirrohmanirrohim. Iymonni mustahkamlash masalasi. Albatta musulmon banda Alloh taolo tarafidan o'ziga yuklatilgan barcha farz va vojib ibodatlarni ado etmog'i shartdir. Shu jumladan eng asosiy ibodatlardan hamda din ustuni bo'lmish namozni o'z vaqtida o'qimoq har bir voyaga yetgan, aqlli va komil musulmonga farzdir. Bunga shaytonni sabab qilish bahonadan boshqa narsa emas. Banda namozni o'qimaslik kabi gunohga yo'l qo'yar ekan, bunga shaytonni sabab qilishiga hech qanday yo'l yo'q. Balki o'zini gunohkor hisoblab, tavba qilib, uni ikkinchi marta takrorlamaslikka harakat qilish kerak. Iymonni mustahkamlash uchun Alloh taoloni har lahza zikr qilib turish lozim. Alloh taolo o'zining cheksiz ilmi bilan bandaning qilayotgan amallaridan xabardor ekanligini har bir musulmon sezib turishi kerak. Shundagina banda namozni tark qilish qanchalar gunohligini tushunib yetadi. Iymonni mustahkamlash uchun esa yana bir bor aytamiz, zikr, Qur'on tilovati va musulmonlar bilan suhbatda bo'lish, jamoatga qo'shilish va shunga o'xshash iymonni mustahkamlaydigan, sayqallaydigan holatlarda bo'lishga harakat qilmoq lozim. Shu bilan birga banda har doim o'zining hisob kitobini qilib turishi kerak. Va yurva an Umar ibn al-Khattab qala hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bir kuni kelib, sening hisob kitobing qilinguncha sen o'zing hisob kitobingni qilib tur deb aytganlar. Demak, har kuni banda bugun nima ish qildim, qancha savob, qancha gunoh qildim degan ma'noda o'zining hisob kitobini qilishi kerak va kelgusi kunini bugungi kundan afzalroq qilib o'tkazishga va har kuni oldingi kunidan barakali, xayrliroq bo'lishga harakat qilishi lozim. Alloh taolo hamma ibodatlarni, jumladan namozlarni ham o'z vaqtida ado etishni barchalarimizga nasib qilgan bo'lsin. Vallohu a'lam.